Asli chiqamay deb o'ylagandim nurg'un do'stlar ayrimxonamda oila cho'mifon qo'rsam faqat shirinlik holatda o'xshamayotman deganlik uchun bugun tafsiliy holatda cho'mifon qo'rib olib keldim do'stlar. Buningga men eng avval cho'ng ustamninki cho'mifon cho'pi bilan tetik qo'sini ishlatdim. Ko'rib turganinglardek cho'pni avval suvga silib pishirib olgandan keyin say ko'ktatlardan go'sht, chingsay, so'ng piyozlarni to'g'rab tayyor qilib olsak bo'ldi. Endi qazimizni quruqdab az miqdorda moy qo'yamiz. Moy qizigandan keyin go'shtni solamiz. Go'shtni uzunroq qatqichi bir qo'rib olgandan keyin piyozni silib bir ishga aralashtirib etiblar. Buning laz qiyamida muvofiq solamiz. Laz qiyamini pek oz sep qo'ymaymiz do'stlar. Ko'proq solsak shuncha yaxshi bo'ldi. Keyindan az miqdor tuz, jon yo'q qo'yib bir aralashtirib olgandan keyin az miqdorda suv qo'yib tas bir aralashtirib qaynagandan keyin tayyorlab olgan cho'mifon tetik qo'rimizni solamiz. Bularni 2 minut atrofida tas shirinsa chiqquncha bir qaynatib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek mushalat kelgandan keyin chingsayni silib, chingsayni bir ishga aralashtirib qo'rib olamiz. Keyindan pishirib olgan cho'mifon cho'pimizni suzib elib, buningga solgandan keyin 1 minut atrofida aralashtirib qo'rib olamiz. Keyindan cho'pning azjaqliq qarta muvofiq suv qo'yib olsak bo'ldi. Suvni ko'p qo'yib atmaymiz do'stlar, bo'lmasa shirinlik chiqmay qoldi. Muvofiq qo'yib bir aralashtirib 2 minut atrofida qaynatib olgandan keyin tuz ta'min etib qachimiz usvasak, mana ko'rib turganinglardek intayin o'xshagan shirinlik cho'mifonimizni tayyor bo'ldi degan gap. Qansizlarni o'rganib oldinglarmi? Agar mazmunim yarqan bo'lsa, yurak besib, inkas rayning haqsiz gullarni ko'proq yo'llab